Ma'rufjon ham, Maqsudaxon ham ana shu muqimiy teatrning zabardast san'at ahli. Mana shunday ulug' kunga yig'ilgan barcha yor do'stlar, uzoq yaqindan kelgan mehmonlarga tashakkur bildiramiz. Muqimiy teatrning ijodkorlari Maqsudaxonni hamisha ulug'laymiz, sababiki bu ustoz san'atkorga aylangan, o'zining mehnati bilan, halol mehnati bilan, Ma'rufjon ham o'zining ajoyib kinolardagi rollari bilan, ijoddagi rollari bilan o'zini ko'rsatgan. Ana shu farzandlari ham bugun ana shunday otalar izidan borib, onalar izidan borib, buyuk san'atkor, buyuk ijodkorlar bo'lishdi. Yaxshi kunlari ko'p bo'lsin, xursandchilik bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Kelin tomondan kelgan qudalar, kuyov tomondan kelgan aziz mezbon qarindosh urug'lar. Bugun uzoq yaqindan kelgan aziz qarindoshlarga, qadrdonlarga to'ylar muborak. Bugun xalqimizning suyukli, taniqli san'atkorlar, aktyorlari Maqsudaxonim otajon va hamda Ma'ruf aka otajonovlarning xonadonlarida, qudalari xonadonida ajoyib unutilmas kun.